أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. Ulu Allah Taala'nınki iltifat bilen Tefsirul Celaleyn'den Sure Bakara'nın 232. ayetiga okup olduk. O ayetlerde şu ehkam ayetleri sözleniyotidu. Ehkam alakadar mezmullah. Bugün okumakçı olan ayetlerdemi şu balılarını, yani boğaklarını imitişke alakadar ve iddetke alakadar ehkamla sözleniken. Allah Teala 233. ayette şundaq deydi. Estaizu billah. Vel validatu yurdi'ne evladahunne havleyni kamileyn limen arada en yutimmer rada'ah ve alel mevludi lehu rizquhunne ve kisvetuhunne bil ma'ruf la tükellefu nefsun illa vus'aha la tudarra validatun bi velediha ve la mevludun lehu bi veledih ve alel varithi mithlu zalik. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Yani vel validatu degen anılar. Anılar balalarını imitish muddatida to'liq imitmoqchi bo'lsa, to'liq 2 yil imitish lozim. Atalar analarni qoida bo'yicha yemak-ichmak va kiyim-kechak bilan ta'minlab turish kerak. Kishi faqat qo'lidan kelgan ish qilishni taklif qilindi. Onani bola sababli ziyon tortqizmaslik kerak. Agar ot o'lib ketsa, uning varisi ota o'xshash mas'uliyatni yana ona, ya'ni ona bo'lg'uchiga nafaqa berish va uning haqlariga rioya qilish qatorliqlarni o'z ustiga olish kerak. Agar ota-ona kengashib bolani 2 yil to'shmasdan ayirib o'tmoqchi bo'lsa, ularga hech bir gunoh bo'lmaydi. Agar bolalaringlarni inikonlarga emitmoqchi bo'lsanglar, qoida bo'yicha ularning haqqini bersanglarla sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Allohdan, ya'ni Allohning amriga muxolifatchilik qilishdan qo'rqinglar. Bilinglarki, Alloh sizlarning qilgan amalinglarni ko'rib turguchidir deydi. Yine vel validatu yurdi'na degan yurdi'na, ya'ni imitsun. Bolalarni to'liq 2 yil kamilayni degan havlaynini ta'kidlab kelgan sifat. Yani to'liq 2 yil imitish degan bu hukm qandoq ahvolda desa, liman arada ay yutimmar radaa. Imitishni to'liq qilishni iroda qilganlar uchun. E, Uningdan ziyoda qilma shu 2 yil imitsak bo'ldi deganlar uchun shu hukm shundoq demoqchi. Endi va alal mavludi lahu. Mavludun lahu degan shu dadini ko'rsatdi ekan. Dadining ustiga vojib bo'ladi shu onalarga onalarning yemek içmekini ta'minlash. Rizquhunna degan hunna ko'plik muannas almashgan ekan. Onalarga shu bolalarning onalarga rizqini berish. Ularning yemek içmekini, kiyim-kechikini ta'minlash kerak. Alal irda'i imitganlikka qarta. Agar u ayollar taloq qilingan bo'lsa, hamda taloq qilmay amirda turayotgan bir uyda yashayotgan ayol bo'lsa, cho'qim albatta shunday qiladi endi. Bu yerda taloq qilinib ketgan ayollar bo'lsa-mu, ama o sizlarning balonlarni tug'ib bergan degan mana shunday ularning yemek içmeki kiyim kechikini ta'minlashingni kerak demoqchi ekan. Bil ma'rufi degan biqadri toqatihi, kuchining yetishicha deydi. Kuchining kuchi yetmagachga taklif qilinmaydi. Men deyapman mana la tukallafu nafsun illa wus'aha. Har qanday bir jon faqat o'zining kuchi yetgan ishga taklif qilindi. Unda la tudarra validatun bi waladiha degan bolaning sababi bilan ona ziyonga uchrasa bo'lmaydi. Ziyonga uchurmasin. Qanday desa, ana shu ona bosh tortib qolsa, bolasini imitishdan bosh tortib qolsa, cho'qim imitsan deb uni majburlanish bilan
uningga ziyon zahmat yetkazilib qolmasin. Va dadimi bolaning sababidan ziyon zahmatga yo'liqib qolmasin. Anda desa bi an yukallafa fawqa taqatihi. U dadininki iqtisodiy ahvoliga yarasha anaqa taklif qo'ymay, uningdan sirt kuch yetmaydigan ishga taklif qilish bilan mana mundaq ishlarni qilib bersan deb kuch yetmaydigan ishlarga taklif qilish bilan ziyon zahmatga uchurmasin demoqchi. Endi ikkili oyatda onaga qaratami, dadasiga qaratami bolani shu ikkisiga izob qilish orqali keltirdi. Dadining bolasi, onaning bolasi deyish orqali endi. Nima ish bunday qildi desa, lil isti'tafi deydi. Onaning bir mehribonlikni qo'zg'ash uchun demoqchi bu yerda. Bolaga nisbatan. وعلى الوارث وعلى الوارث مثل ذلك va miras olg'uchig'imi oshna o'xshash bo'ladi. Endi tasodifiy dada o'g'uchi vafot etib ketgan bo'lsa, dadining mirosxo'riga shu dadaningki meli bilan u onani ta'minlash kerak demoqchi ekan. Dadining ustiga vojib bo'lgan narsa shu mirosxo'rga shundoq bo'ladi, vojib bo'ladi. Lil validati minar rizqi val kisva degan onaning yemak, ichmak va kiyim-kechakni ta'minlash qatorliqlar demoqchi. خوش أمد فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما أجر أطاني إشكيلا مسلتشب balani 2 yil to'shishdan burun emchakdan oylik o'tishni maqsad iroda qilgan bo'lsa sodiran degan o'zaro rozi bo'lish orqali oralarida o'zaro rozi bo'lish va maslahat qilish orqali shuna qilishni iroda qilgan bo'lsa u ikkisiga buningda hech qanday gunoh bo'lmaydi. Kichik bolaning maslahati kichik bolaning foyda manfaatini ko'zlab kichik bolaning foyda manfaati shu 2 yildan burun sutni ayirib olsak yaxshi bo'ldi ekan deb qaragan bo'lsa demoqchi bu yerda. Va in aradtum yana bu yerda dallara xitob qilyapti deydi Alloh taolo. Agar iroda qilib qolsanglar imitishni talab qilishni bolalarni ya'ni bolalaringlarga inik ona talab qilmoqchi bo'lib qolsanglar o'zining onasidan boshqa inik ona demoqchi ekan. Ular sizlarga gunoh bo'lmaydi mushtaq qilishda. E, qandaq qandaq ahvol ostida desa ida sallamtum ma ataytum bil ma'ruf. Sizlar beradigan narsani ularga to'liq topshirgan bo'lsanglar, ularga deyishgan shu haqqini ularga sizlar berishni iroda qilgan shu haqqini chiroyliqcha ko'ngil xo'shliqi bilan mana bersanglar topshirsanglar gunoh bo'lmaydi. Vattaqulloh. Mushuna ishlarning hammasida Allohdan qo'rqinglar. Mana bir qator oyatlarni deb kelib o'tib, oxirida vattaqulloh deb keltirishi mushu Alloh taoloninki belgilab bergan nikoh, taloq va bolalarni imitish qatorliq ishlarda Allohdan qo'rqinglar, mushu ahkomlarga amal qilinglar, bir-biringlarni ziyon uchratmanglar demoqchi bu yerda. Va'lamu bilinglarki, haqiqatan Alloh taolo sizlar qilayotgan ishning hammani ko'rib turg'uchidir. U Allohga hech qanday bir narsa maxfiy qolmaydi. Xo'sh, endi iddatga aloqador ahkomlar so'zimizga oyat keldik. والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا. Yine erleri vafot etip ketken ayollar o'zi vafot bo'lib ayollari qilib qolgan kishilar bo'lsa ayollari 4 oy 10 kun iddat tutishi lozim. Iddati to'shqandan keyin o'zlari to'g'riliq qoida bo'yicha ish qilsa sizlarga ya'ni shu ayollarga igdorchilik qilgan hech gunoh bo'lmaydi. Alloh sizlarning qilgan amalinglardan xabardordir. Yutavaffavna degan yamutuna ya'ni o'lib ketganlar sizlarning ichinglardan va tashlab qo'ydi ayollarni. Ya'ni o'zi o'lib ketib ayollari qilib qolganlar demakchi. U ayollar o'zlariga 4 oy 10 kunni kutadi. Ani nikoh degan nikoh qilmay 4 oy 10 kun kutadi. Ya'ni boshqa birisidan to'y qilmay 4 oy 10 kun kutadi. Shu 4 oy 10 kun iddat to'shqandan keyin andan boshqalardan to'y qilsa bo'ldi. Minal layali degan shu 4 oy 10 kun kech kunduz hammasi qo'shilib demakchi. Bu homildor bo'lmagan ayollar haqidagi hukm. Ammo homildor ayollar bo'lib qolsa, u homildor ayollarning eri o'lib ketgan ahvolida ularning iddati bolasini tug'ish bilan to'shadi. Sura Taloqdagi oyatning hukmi bilan shundoq deydi.
Dedek bo'lsa, uning iddati e, yerimdir. Yuqorida deyilgan sonniki yermi. Bu sunnat bilan shuna isbotlangan deydi. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف. Eğer o şu 4 ay 10 gün iddet tossa, o ayollar şu iddetin toşkussa, sizlarga gunoh bo'lmaydi. Shu ayollarga ega bo'lib turayotgan egilar. U ayollar o'zlari haqida qilgan ishlarda minat tazayyuni va ta'arrudi lil xuttob. Degine normal zinnatini hep shariat belgilab bergan doira ichida haromga berib qolmagan ahvolasida bunda zinnatlansa va boshqa erkak uchun boshqalar bilan bunda o'zini so'zlashsa demoqchimdi. Başta talab qo'yuvchilarga o'zini to'g'ri qilgan bo'lsa, mushta ishlarda sizlarga gunoh bo'lmaydi. Bil ma'ruf degan shar'an shu shariat belgilab bergan bo'yicha yaxshilik bilan mushta qilsa. Alloh taolo sizlar qilayotgan ishning hammanin xabardordir. Alimun bi batinihi ka zohirihi. Xuddi Alloh taolo ishlarning zohirini, sirtqi ko'rinishini bilganga o'xshash ikki qismini bilib turuvchi zotdir deydi. Sizlarningki mushuna ahkamlarda, mushuna ishlarda nimani o'ylayotganinglarni tortib Alloh taolo hammani bilib turuvchi zotdir, hammadan xabardor bo'lib turuvchi zotdir. Ham keyingi oyatda Alloh taolo deydi: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. Yana sizlarga gunoh bo'lmaydi. Bir narsa deyki, buratdinglar uni ayollarga xitba qilishdan. Yine iddeti to'shmagan ayollarga ularni oldiganliklarini burtib o'tsanglar yoki buni dilinglarda yoshirin tutsanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Ularga eg'iz ochadiganliklaringlar Allohga ma'lumdir. Lekin ular bilan yoshirin va'dalashib qo'ymanglar. Faqat oshkora aytilsa kishi xijil bo'lmaydigan muvofiq so'zni qilsanglar bo'ladi. Iddeti to'shmag'icha ularni nikohinglarga erishga bel bog'lamanglar. Bilinglarki, Alloh dilinglardagini bilib turadi. Uningdan yana Allohning amriga xiloflik qilib jazolanishdan hazar qilinglar. Bilinglarki, Alloh nihoyat mag'firat qiluvchidir. Allohdan qo'rqib gunohdan cheklanganlarga halimdir. Ya'ni osiylik qilganlarni jazolashga oldirib ketmaydi. Halim degan sifatninki Allohning halim degan sifatining ma'nosi shu hamda. Ya'ni arrabtum degan lavvahtum, ya'ni burtib o'ssanglar. Endi 4 oy 10 kun iddat tutadi dedi ilib ketgan ayolni. Va undan boshqa taloq qilinib o'lib ketgan, taloq qilinib iddat tutayotgan ayollar bor. Oshda iddat tutayotgan ayollarga yoki ma oyatdagi tafsirni hozir eri o'lib ketgan ayollar qarta deb atadi bu yerda. Al mutawaffa anhunna azwajuhunna fil idda. Eri o'lib ketib, shuning iddatini tutayotgan ayollarga iddatning ichida ularni oldiganliklarini turtib o'ssanglar gunoh bo'lmaydi. Xuddi masalan, innaka lajamilatun. Siz bek chiroyli ekansiz degan bo'lsa yoki sizning o'xshingizni va man yajidu mislaka sizning o'xshingizni kim topa oladi? Va rubba rag'ibin fiki. Sizga qiziqadiganlar bor degandek mushundaq gaplarni purtib o'tsa gunoh bo'lmaydi debdi. Yoki yushursanglar ichinglarda ularni olmoqchi bo'lganliklarini, ularni elishni maqsad qilganliklarini ichinglarda yushurgan bo'lsanglar gunoh bo'lmaydi. Alimallohu annakum satazkurunahunna. Alloh taolo biladi sizlarning ularni sizlarniki ularni zikr qilganliklarini, ya'ni ashlarni olmoqchi bo'lganliklarini Alloh taolo bilib turadi demoqchi. Shuni anglashni niyat qilganliklarini va ularni olmay sabr qilolmaydiganliklarini biladi. Shunga ruxsat qildi Alloh taolo sizlarga shuni shu olmoqchi bo'lganliklarini purtib o'tishni sizlarga muboh qildi, ruxsat qildi deydi. Lekin u ayollar bilan maxfiy va'dalashmanglar. Yine shariatning chek chegarasi shunday qildi. Ayollarni purtib o'tsanglar bo'ldiki, lekin uni boshqalar ko'rmagan yerda maxfiy qilgan chog'da boshqalar ko'rmadi deb uni maxfiy sizning iddating to'silmasin olma degandek bunda maxfiy
va'dalashib qilmanglar deydi. İlla en taqulu qawlan ma'rufa. Faqatla chiroyli so'zlarni qilsang bo'ladi. Ya'ni bir narsaniki bilindi shar'iy jihatdan ay purtib o's bo'ladi. Ta'rid degan shu hukmga tushadigan shar'iy jihatda bilingan mushtaq gap so'zlarni qilsang bo'ladi. Bu mushtaq qilsanglar sizlarga joiz. Vala ta'zimu uqdatan nikah. Ya'ni nikoh aqdisiga bel bog'lamanglar. U shu belgilangan iddat to'shqan qadar. Belgilangan iddat to'shqan qadar. Ajalahu bi an yantahiya. Shu muddat to'shib bo'g'icha. Va'lamu bilinglarki haqiqatan Alloh taolo biladi sizlarning ishingizdagilarni. Shu ayolni almoq ilishqa bel bog'laganliklarini yoki uningdan boshqa ishlarning hammani Alloh taolo bilib turdi. Shunlashqa hazar qilinglar uningdan. Alloh Allohning sizlarni jazolashidan agar shu ayollarni elishlikqa qat'iy bel bog'lasanglar sizlarni Alloh taoloning jazolashidan hazar qilinglar. Yine bilinglarki haqiqatan Alloh taolo mag'firat qiluvchidir. Liman yahdaruhu Allohning azobidan hazar qilgan, Allohning jazolashini hazar aylagan kishilarni mag'firat qiluvchidir. Halimdor. Yine jazolashga loyiq bo'lgan kishilardan jazoni kechiktirish bilan işte halim bo'g'uchi zotdir deb atadi. Shariatninki ahkomlari shunday qildi. Vala junaha alaykum fima arradtum deganda shu eri o'lib ketgan ayollarga nisbatan shundoq deyilayotgan gap mana. Bosh taloq qilinib ketgan ayol bo'lsa, eri hayot lekin taloq qilinib ketgan ayol bo'lsa, uni hamda iddatni to'shqandan keyin shu o'zining eri rajiy taloq bo'lsa, eri amri qaytarib oladi. Erining amrida u. Rajiy taloq olmay nikoh bilan qaytarib olgan bo'lgan holatda bo'lsa-mi, unimi yana iddat to'shqandan keyin yangi aqdi bilan, yangi nikoh bilan qaytarib olsa bo'ladi. Endi erining haqqi bor. Endi ani qarta deyilayotgan ahvol emas ekan. Ama eri ölüp ketken ayla olsa ham o baribir uni eri ölüp ketdi. Anda bo'lgandan keyin u etib toshqandan keyin cho'qin boshqa birisiga tegadi. Shu ma oyat deyilayotgan gap shu eri o'lib ketgan ayollar qarta deyilayotgan gap hamda. Alloh taolo hammalarga manfaatli mato qilsin. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Subhanakallohumma bihamdik astaghfiruka va atubu ilayk.